sonli qeyrindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qisqadan qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunni diqqatingizga sunamiz. Amerika amaldorlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining Xitoyning 1 million Tibet bolalarini oilasidan ayirib etganligiga aloqador doklatiga asosan Tibet bolalariga assimilyatsiya yurgizayotgan Xitoy katiboshlarga viza cheklamasi jazosi berishni qaror qilgan. Yahoo xabarlari to'rining 23 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy Amerika yuqori darajalik amaldorlari suhbatining yangidan boshlanishiga qaramay bayonot e'lon qilib, bu xil majburlash siyosati yosh Tibet nasllari orasida Tibetning o'ziga xos tili, kulturi va diniy e'tiqodining yo'qolishini keltirib chiqaradiganligini aytib, Xitoy Xalq Jumhuriyatini Tibetdagi va uningga o'xshash boshqa joylardagi bolalarni oilasidan majburiy ayirib, hukumatning yatoqliq maktablariga o'rinlashtirishdek assimilyatsiya siyosatini oxirlashtirishga chaqiriq qilamiz degan. Tashqi ishlar ministrligining bir bayonotchisi viza cheklamasi jazosining burunqi Tibetdagi ma'rif siyosatini yurgizgan va hozirmi yurgizayotgan amaldorlar uchunmi kuchga ega bo'ladiganligini, viza cheklamasiga munosabatlik Amerika qonunlari maxfiy tutilganligi uchun bundan ortiq ma'lumot berolmaydiganligini aytgan. Amerika hukumati o'tgan yili dekabrda Tibetdagi inson haqlari dafsanchiligi bilan shug'ullangan Wu Yingje va Zhang Hongbo ismli ikki nafar Xitoy katibasiga jazo bergan ekan. Xitoyning Washingtonda turishliq elchisi Liu Pingyu davlatning yatoqliq maktablarining Xitoy osonliq deb atalgan millat bolalarining o'qish sharoitini yaxshilash maqsadida qurilganligini, davlatning tarqoq o'ltiraqlashgan oilalarning bolalarini bir maktabga yig'ib, o'qish va turalg'i masalasini hal qilganligini aytib, doimliq odati bo'yicha Xitoy tajovuzchilarining jinoyatini pardozlagan. Tayvan kelar yili harbiy rasxodlarini orttirmoqchi ekan. Hindiston vaqti xabar to'rining 22 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Tayvan harbiy rasxodlarini kelar yili 2018 yildan buyangi eng tuvan persentda orttirmoqchi bo'lgan. Hukumat ishxonasining dushanba kunidagi bayonotiga qaraganda, Taypey hukumati mudofaa chiqimini 19 milliard dollarga chiqardi ekan. Ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatining taxminan 25%ni egallaydi ekan. Bu hukumatning 2023-yillik chiqim planining taxminan 4,5%lik ortishiga vakillik qiladi ekan. Yillik 12,5%lik bir ortishga selishtirganda ahamiyatli bir tuvanlash hisoblanadi ekan. Bosh ministr Tsai Ing-wen Tayvan o'zini qo'g'dash iqtidorini oshirishni davomlashtirishi, o'zini qo'g'dashdagi qarorliligini ko'rsatishi, davlat bexatarligi va manfaatini qo'g'dishi, xalqaroning texnik ko'p yordamini qo'lga keltirish kerak degan. Ministr Lai Ching-tening Amerika amaldorlari bilan Paragvayda ko'rishishiga qarshi turish uchun Xitoy o'tgan hafta oxiri dengiz armiyasi va havo armiyasi harbiy mashq qilib borgan. Tayvan davlat mudofaa ministrligi juma kunidan yakshanba kunigacha bo'lgan oraliqda Xitoy ozodlik armiyasining 45 urush aeroplanining Tayvanning atrofida uchib yurganligini, 27sining Tayvanning g'arbiy janub qismiga kirganligini bayqagan. Undan boshqa 9 urush paraxodimi charlashga qatnashgan ekan. Dushanba kunidagi bayonotda oshkorlanishicha, Tayvan 14 F-16 zamonaviy urush aeroplanini yil oxirigacha hozirlashni planlamoqda ekan. Tunji yerlik dengiz osti paraxodining dengiz yurishi kelar hafta boshlandi ekan. Yer shariy mal bahosining tuvanlishining yuqori texniklik chiplarga ta'sir ko'rsatishi natijasida iyul oyida eksport qilinadigan mallarning zakaz qilinish ahvoli nacharlashib, Tayvan iqtisodiga ta'sir ko'rsatgan. Tayvanning eng chong shirkati bo'lgan Tayvan yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkatining o'tgan oydagi yillik kirimi tuvanlagan bo'lib, bu yillik savdoda %10lik tuvanlash mo'ljallangan. Bugun dushmanni bearam qila oladigan amaliy qo'llashlarning kuchayishi hamda masalani hamdamlashib turib birlikda hal qilish xususida keng ko'lamda tashviqotlarning qanot yaydirilishi zarur bo'layotganda, o'limi ortiq kelgan to'pning chambarcha silingan binodek bir gavda holda sharsiz Alloh yo'lida otilishining Allohga eng suyimlik amal ekanligi haqidagi oyat hadislarni esga olgan va eslatgan holda qo'llash ifodasi berganligini, mas'uliyat nuqtasidan mazkur masalaning jiddiyati haqida ikki og'iz zuvan surganligini ko'rolmayapmiz. Bir tarafdan iymon qayg'usi haqida so'z qilinsa, ishtonga patmog'idek chinqilib turib, g'ururi tutib ketganligini po'poz qiladigan, yana bir tarafdan bo'lsa, millatning zulmini ko'tarib o'tish yo'lida kim yordam qilsa, uning diniga kiradiganligi bilan jar soladigan atalmish millatchilarimizning bu vaqtdagi safarbarligi yoki mazkur harakatga doir faol chaqiriqqa ko'zga chaliqqani yo'q.
Aksincha, sun'iy kun tartib yasash bilan aldirash yurayotganligi ma'lum. Bugünkidek birlashishga va hamdamlashishga signal chalinayotgan chog'da qayergacha hamdam bo'lish va qandaq metodda birlashishni bilmaydigan passiv to'plarning maydonga kelayotganligi mundaq 3 turlik ehtimollikqa yo'l ochadi. Buning biri da'voning idealligini yo'qotib mulklashishga, bebaholikdan baholiq tovarga aylanib qolganligi. Yana biri bo'lsa, har qaysi gruppa va to'plarning tasmaliq ko'ndirilgan tiplarning kontrolligiga tushib qolganligi. Uchinchi ehtimollik bo'lsa, kollektiv zihniyat chirishga mubtalo bo'lganligi. Passivlikning hukm surishiga yuqorqi ehtimolliklarning qaysi biri sabab bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar, bugünkidek millatning tasvirlashga so'z ijod qilib yetishtirib bo'lolmag'idek darajadagi xorliq va zulmlardan qutulishiga mingda bir yo'li bo'lib, bu yo'lning berish nuqtasi xiyonatga tutashmaydiganlar bo'lsa, hamma tarafdan hamkorlashmagan taqdirdami, nuqul aşı yo'l ustida bo'lsa-mu hamdamchi bo'lish. Xarakteri alvatanga xizmat hisoblanadigan, shunaqla deganda fursati kelavermaydigan bundaq muhim ishlarda vaqtincha nesivdor bo'lishga sal qaramaslik. Bar kuchi bilan qo'llab-quvvatlash odamiylik burch va uyg'urlik majburiyatdir. Chunki vatan ozodligi hamda zulmga qarshi turish yo'lidagi dushmanga qarshi zarba harakatlari ma'lum partiya yoki tashkilot yoki shaxslar bir-biriga dongishib qo'ysa bo'ladigan yoki o'zining mas'uliyatidan qochib anglamaslikqa, ko'rmaslikka selib olsa bo'ladigan ishlar jumlasidan emas. Chunki bundaq bir aqlli harakatga passivlik qilish va iranishmaslik uyg'urlik, musulmonlik, millatchilik nuqtai nazarlaridan hal qilgan, balki odamiylikka berib taqiladigan masaladir. Ma'lum bo'lgandek, Sharq Turkiston masalasida zulmga qarshi harakat masalasi zulmni bevosita yashayotgan biz uchun faktga va isbotga ehtiyojli emas. Shunga buning ustimizdagi vaznimi, hukmimi har qanday millat va xalqdan farqli. Bu farqni his qilmasdan o'zini Uyg'ur yoki musulmon yoki millatchi deb yurguchining hammadan avval insonligidan gumonlanishi, odamiyligidan shubhalanishi lozim. Zar-zar qaqshashlarga, dod-faryodlarga birilari ega chiqib boqmoqchi bo'layotgan, arz shikoyatlarni aqtirishga kuchayotganligi ma'lum bo'layotganda, yana kelib partiyasi, derniki va tashkiliy tavallikka qandoq bo'lishidan qat'iy nazar o'rtaq hamdam kuchi shakllanishi taqozo bo'layotgan bundaq paytlarda passivlarcha sukutlar, atay diqqatni burash tipidagi arzimas tartishmalarning o't piltisini yaqishlar ko'zga chaliqib turibdi. Shuningdek, birilarining qapqaga qarab sado chiqarishga odatlanayotgan qalpoqlarmi hamda millatga xizmat, vatan uchun fidokorliklarini pash qilishdan, hammaning igdorchiligini o'z olqiniga kirgizishdan aram topmayotgandek ko'rinayotganlarmi boshni ichiga tiqib olgandek ko'rindi. Passiv mazlumlik umumlashgandek, passiv siyosatvozlikmi avj olmoqda. Bu qadar bo'lib olish va tarafbozlarcha siyosatvozlikni o'ynayotgan har qaysi guruhlar qachongacha put tirab tura oladi? Qachon sukutni buzishga jur'at qiladi? Qo'llashga tegishlikini qachon qo'llashga otlana oladi? Uyg'urlik soyasi ostiga jamlangan insonlar to'pidan tarkib topgan har qaysi turkumning a'zolari qachon mas'uliyatini o'rindash uchun qadam oladi? Qaysi to'p haqqoniy bo'la oladi va qaysi passivlikni farqli usullarda davom qiladi? Buni kunimiz va oldimizdagi mazgillar isbotlab beradi. Ajaba tarix mushundaq chog'larni xotirlamasa, yana nimani xotirlasin? Burxon Muhammadning aktiv mazlumlik va passiv siyosatvozlik nomli maqolasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.